Assalomu alaykum. G'ish biznesmenlari biza Kara uzubida xudo xolasa katta o'zgarish bo'lyapti. Birinchidan vaqt masalasi, ikkinchidan narx masalasi bo'yicha, sifat masalasi bo'yicha bizda xudo xolasa katta o'zgarish bo'lgan. Birinchisi zavodda men mushtikdan boshlayapman. Birinchi zavodga mushtik qo'yiladi. Keyin mnogoreska tanishtiramiz. Apparatga lentasini tanishtirib o'tamiz. Elektrokanasini tanishtirib o'tamiz. Har biri o'zini nimasidan narxlar qo'yilib ketiladi. Ekranda narxlar qo'yiladi. Vaqtlariga qarab narxlar o'zgaradi bizda. Tak. Birinchisi mushtik, zavadskoy kitayskiy mushtik $200 turadi. Biz uni olamiz. Restavratsiya qilamiz. Bu hozir rabochiy remont qilinganini ko'ryapsizlar. Yangi mushtikni olamizda birinchidan boltkasi bo'lmaydi. Ikkinchidan teshigi bitta bo'ladi, ikkita qilamiz. Kranni qo'yib beramiz, boltkalarni qotirib beramiz. Yangi mushtikni bolt qo'yman desa, ichiga shlak tushgan bo'ladi. Uni tozalaymiz, boltlarni qo'yib oldini payka qilamiz, suv ketib qolmasligi uchun. Video davomida payka qilinayotgan nimalar bor, ko'rsatib o'tib ketiladi. Orqa tomonini payka qilamiz. Keyin orqasiga nerjavka list qo'yib beramiz, burchak. Birinchi qator yemaslik uchun, mushtik uzoq ketish uchun. Xo'p, shunda yangi mushtik 200, restavratsiya qilingan mushtigimiz 300 bo'ladi. Tayyorlab shuni chiqarib yuboriladi. Keyin remontimiz 100 bo'ladi. $100. $100 remont, mushtigimiz yangisini restavratsiya qilingani $300, restavratsiya qilinmagan yangisi $200. Shunda remont, rabochiy remont 100, zavodskoy remont restavratsiya qilinmagan 200, restavratsiya qilib usilni qilingan mushtik o'zimizdan bo'lib, hamma narsasi bo'lib 300 bo'lyapti. Assalomu alaykum. Biz zavodchi aka-ukalar Almazda mushtik yirdik. Bu yoqqacha bir ikkita yiqqanmiz, lekin bu boshqacha qilib yiqildi. Almazda o'zini zavodskoyda 3ta mana yaqinroq olib kelasiz. Bunaqa ariqchalari bu yerda 3ta, bu yerda 3ta, bu yerda 3ta bo'ladi zavodskoy o'zida. Bunga bizga list olib berdi. Uchidagi listlarni ham almazlarini olib berdi, yig'dik. Xudo xolasa bu Nuksga, Nux Elbek akaga ketyapti. Xudo xolasa ikkita jo'natgan, hozir bittasini qilyapmiz. Buni zavodskoy defektlari ko'p ekan, mana yaqinroq olasiz. Mana rezba yo'q mana yerda. Rezba yo'q, buni bir-biriga svarka qilib ishlatgan ekan. Yonidan teshib, mana bizni Shohruxbek. Ha. Ko'zinglar tegmasin. Hop. Yonidan ochdi mana. Buni ko'li yonboshdan teshish qiyin bilasizlar. Serlot olish qiyin, yonboshdan teshib qotirildi. Xullas, bu 4 dona boltda turgan bunday bo'lib. Mana yerda bo'lib turmagan. Mana boshqa teshildi, bu yerdan boshqa teshildi. Ashuna qilib hamma boltlar qo'yib, zavodskoy defektini to'g'riladi, xudo xolasa. Xudo xolasa mana shuni ishlatib ko'radi. Agar o'xshamasa yana qaytarib jo'natadi bizga. Kamini yana ko'ramiz. Xullas, kurashda to'xtamaymiz, to bir joyga borguncha. Keyin buni bulutlari rezbasi ichida qolib ketib, uzilib, olib tozalamaydigan bo'lib qoladi. O'shalarni ham teshib, rezba ochib, yo bo'lmasam gakka qo'yib, svarka qilib, o'shalargacha to'g'rilab berilyapti. Mana bu yerda ikkita pardachasi bor, bitta aparatkasi bor bularda. Mana Elbek aka, Nuksdan. Mana mashinalarimiz dastavka qilib, yangi moskva olib chiqib beramiz. Bu yerdan 20 kilometr borish, 20 kilometr kelish. Bir kunda 15 martami, 20 martami bo'lsa ham borib, dastavka qilib, mashinaga solib jo'natib yuborilyapti. Kechyapti zominga berib yuborgan edik. U hali berigi bundan arzon mushtik edi. Zavodskoy mushtikni olib kelib, uni ham defektlarini to'g'rilab, aka-oyin berdik, ishlatib ko'rdi. Grupamizga ham tashladi, yaxshi zo'r dedi. Keyin e'tiborsizlik qilib qoldim. Bilmo Karani problemasi, mushtik masalasi bo'yicha biz 40 ta mushtik chiqargan bo'lsak, salkam 20 tasi ish bermadi ko'p joyda. O'zim boshchiligimda qilingan mushtiklar xudoga shukr 100% ishlab kelgan edi. Endi e'tiborsizlik bo'lib qoldi. Shogirdlarning ko'ziga ko'rinmagan narsa biz ko'zimizga ko'rinyapti-da. Kamchiliklar to'g'rilab, buni 2 marta qilindi qaytadan. Ikkinchi marta qilindi. Bir marta qildik. Sochib tashlab yana boshqacha qilingan edi. E'tiborlar uchun rahmat. Biz faqat sizlar uchun harakat qilyapmiz. Foyda ko'ringlar, biz ham foyda ko'raylik. Bu harakat qilyapmiz. Mana nalitchiga mnogo reskalar, Xitoy reskaga qo'ygani oldi bokovoyi, apparatga lenta, mana mnogo reska bilan teng holatda.
Bu yerda nakapitelniy stol mana. Nalitchiga shunday kelasizlar, pulni joyga ketasizlar. Agar yo'q bo'lsa, sotib ketgan bo'lsa, kelib 50% to'lov qilasizlar 3 kun muddatda. Hamma narsa 3 kunda zavotimizdan chiqadi. 3 kunda. Elektr kara, naftasi qani. Ana bu yerda elektr kara. Ular hamma narsa bisyor. Endi ko'chirmachilarga hojat yo'q. Hammasi ishtir. 2 oy 3 oy kutish yo'q endi. Tamam. Biz zominda eski o'tdi. O'rni bitta yangi mushuk o'zimiz sharoitga mos qilib berdik, va eski mana bu. Yangisini beramiz. Mana. Xudo xolasa, mana zavazkoy kitayskiy mushuk bu. Shuni olib, buni ko'p joyda loy kelganda buni tegib bu zashda o'tib turadi. Buni list zo'roq ketadi shunda. Qoplama qilib berdik. Ichida germet kiyimlar bor. Ustunga qilib Hozir aka bilan mushuk chotga chiqyapti, xudo xolasa. Rahmat. Mana burus ko'z tegmasin. G'isham soldatday taxlanib turibdi, mana chotki. Masalasi yo'q. Nari kara. Bemalol uskut qilyapti, xudo xolasa ikkita kara. Karachilar ham urganib oldi. Hamma narsa joy-joyida. Rahmat sizga. Bitta operator. Yerda bitta riskachi o'ynab o'tiribdi. Yana bitta karachi, yana bitta karachi. Bitta zavodda 4 kishi yurgizyapti, 4 kishi. Tuproqchi ham kerak emas, ana pagurchik o'zimizdan va shu yerda bitta pagurchi turibdi. Xo'p, kunduz vaqt bo'lmagani uchun, shovqin bo'lgani uchun video qila olmadik. Hozir bu sotuvga nalitchiga tayyor reska. Bugungi kunimiz 2025-yil 8-may oyida turibmiz. Sezonni roza boshlanib ketgan joylarida. Monogreskani yana qaytib o'taman. Nimaga qimmat demanglar. Xitoyning monogreskasi bilasizlar 4,5 ming. 4,5 ming. Xitoy monogreskasi yangisi albatta. Eskilar hozir 1,5 ming bo'lib ketdi. Monolar chiqqanidan keyin. Birinchi hojatini aytaman. Videoda shoshmasdan ko'rasizlar. Xitoyniki lentasi mana o'lchab ham qo'yamiz. Javohir olib keling. Mana 40 sm mana. 40 sm. Biz O'zbekistonniki 40. Xitoyniki 30 sm. Lenta u yoqqa qochsa g'ish lentasiz qoladi. Bu yoqqa qochsa u yoqqa qoladi. 40 sm birinchidan, ikkinchidan mana bu bakovoy rolik. Lenta u yoqqa bu yoqqa qochganda siljimasligi uchun. Oldingilarga qaraganda bu qalinlashdi. Bel bog'lari qo'yildi, ligirovshinlari qo'yildi. Mana bu yerda natijani o'ymoq qaranglar. Как zavod mana. Buni yaqinroqdan bitta ko'rsatib o'tasiz. Mana roliklar, sanligi bor roliklar. Unaqa samodelik o'zimiz yasagan emas. Buni zavoddan olyapmiz. Xuddi biz o'sha firmalar mana bo'lgani uchun biz o'zimiz yasamasdan shu rolikda opti ko'p bo'lgan odamdan olyapmiz buni. Bunga e'tibor bermaysizlar. Bu bakovoyda ko'p nagusi bo'lmagani uchun bu arzonroq firmadan olinyapti. Bu original firmadan olib qo'yyapmiz. Pachimligi yaxshi. Bu ancha qimmat boshqa roliklarga qaraganda. Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi buni. Rolikda har xil bor. 100 mingdan 150 minggacha bo'ladi bu roliklarda. Keyingi masala mana sep masalasini aytib o'tib Kitayskida shestrna bor. Shestrna sep ingichka sep bo'ladi, keyin shestrna bo'ladi. Shunaqa bizda mana 3 ta zvezdichka. Buni sal kattalash, sal kichiklashtirish, razmerlar o'zgartirish oson va juda ham nima deydi, baquvvat ishlangan. Hammani ko'rsatuvim mana shponka urilyapti mana. Nomerlari mana yangi qo'yilyapti zvezdichkalar. Shponkalari bor. Mana tepani ham olamiz mana qarang, bu tomonini. Stoperlari shponkalarigacha urilgan. Taq-tuq mana shu narsalarni men chiqarayotgan bo'lsam, yarim narxiga chiqaryapti. Vodiyda. Boshqa joyda ham chiqadi. Yarim narxiga. Lekin nima qilsa qilyapti? Pachini ko'pslarga e'tibor berib o'tib ketamiz. Mana o'zida resmasi boridan topib kelib qo'yaman. Nimaga? Masalan, quloqligini qo'ysak, ham gayka qo'y, ham shayba qo'y, ham haligini qo'y bo'ladi. Mana bu tomondan videoga olasiz. Mana bu yerda bitta kulish bilan ish hal bo'ladi. Remont oson bo'lishi uchun men o'zim ham zavod rahbariman, undan oldin o'zim operator bo'lganman, mexanik bo'lganman. Shuning uchun hamma narsa boshimdan o'tgani uchun kachigarlik qildim, satchik qildim, boshqa qildim, pagruskachi bo'ldim, hammasi bo'lganim uchun u imkon qadar, yana ayblari ko'p lekin imkon qadar bartaraf qilyapman. Faqatgina bartaraf. Mana buni o'tamiz, mana konservlarimiz. Mana bular ligirovka qilinadigan ligirovshnik, konservlar akkuratdan joylashtirilgan profil material qarang. Normalniy profillar shvellar, 8lik shvellardan qilinyapti.
To'ji mana qaranglar. Yo'q, quloq yo'q mana. Sinib ketadi, quloq boshqa bo'ladi. Ikkita balon yechadi. Rezbaga suv kirmaydi. Quloq qo'ysangiz, bu gakka qotirib bo'shata olmaysizlar keyin. Shuning uchun o'zida rezbasi bor deb qo'yman. Hamma joyimga shunaqa qo'yyapman. Nakapitilkamda karalarimda shunaqa PA degan narsa qo'yiladi. Endi bundan ham tanishtirib o'tdik. Mana Xitoynikidaqa bunaqa lenta qo'ymasdan men 3 ta rol qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin biz mana lentaga qo'yyapmiz. Zapabi loy yopishmaydi bunga. Bu ham to'shdan 40 sm ega. Bunga ham albatta baku roliklar qo'yilgan, lentani umri uzoq ketish uchun va bu tomonimiz avtorezka deganimiz kesgandan keyin u sekin spakoyn tortadida monogreskamizni sepiga tegadi. Endi bu yerda ikki xil oldingilarda yo'q narsa bularda hozirda bor. Bu avtomat kelganda lenta o'chadi, reski bu ishlab ketadi. Burus ishlaydi. Bu yerda yana bitta narsa qo'ydik, odam o'tirganda, balonga sepga tegib ketsa, lenta o'tsa mayli, bu ishlab ketib qolyapti. Shpatil olib ketib, qo'ldan olib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun odam o'tirishdan oldin bu yoqqa kelasiz, Javohirjon. Mana elektroshit. Elektroshitga yozib qo'ygan. O'qib olasizlar. Qarochi ichida zapas konserviklari bor. Mana bu yerda mana avtomat mexanika mana. Mexanikaga qo'ydim. Mexanika deganda, mana yoqqa odam o'tiradi-da, mana bossa ishlaydi. Buni bunday qilsa ishlamaydi. Ikki xil variant. Va buni tortib oluvchi mana silliq lentamizni bu yerdan ko'rsatamiz. Mana bu xuddi shunaqa pachimda korpus qo'yilgan, bu yoqqa ham mana kerak emas bu narsani qo'yish, reduktor o'zi ushlaydi. Boltkalarga olingan, ichiga palastalar qo'yilgan. Xo'p, bu variantni oxirgi chiqarishimiz hozir katta reduktor bilan tikka qo'yilyapti. Ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Albatta mana tormozlari qo'yilyapti bunga mana. O'zi tormoz qilyapmiz. Bundan keyingi to'g'ri zakaz qilganman kelib qolish kerak. Nakapitilgandaqa reduktor motorida tormozi bor. Shunaqasidan zakaz qilganman kelib qolsa inshaalloh Xudo xolasa qo'yiladi. Hozircha mana bunday usulli qilib beryapmiz mana. Ko'rsatib o'tamiz. Ligirovkalari mana. Ligirovkalari buni bo'shatib buni qatirsa, buni qisib oladi kalotkani. Keladi shiqqa to'xtaydi. Mana bular shponkaga olinyapti. Oldin svarka qilingan edi. Kechirib qo'yasizlar. Akalar, endi borgan sari o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, to'xtab qolmayapmiz. Xo'p, undan keyin mana buni motorimizdan xuddi shunday shponkaga olingan, svarka qilinmagan. Bular ham joy-joyida. Mana bu bakovoy roliklar bor. Endi bunisini tanishtirib o'tamiz. Mana Xitoyniki mana bu juda qalin bo'ladi, sim chiqarish qiyin. Bizda esa simni chiqarish juda ham oson, akalar. Simni ilib olish ham juda ham oson bo'ladi mana. Mana buni pastga qilamiz. Sim mabodo chiqib yoniga tushib qolsa, qaytib kiraveradi. Prujinalarimiz baquvvatini qo'yilgan. Bular oldingilar samarezda qotirgandik. Buni mana boltkaga oldik. Keling. Mana bu tomondan mana bolt, bu yoqda gaykasi mana. Shunaqa qilib juda ham ustida ishlayapmiz ularni. Kengaytirildi ancha. Endi mana buni tanishtirib o'tamiz. Bu mana как zavod mana qaranglar. Bu qo'l ishi emas mana. Ponni qo'l ishi ham bunaqangi yaxshi chiqaryaptik. Bular ham mana buruslari ham haqiqiy qo'l ishi. To'shni kesish kerak, boshqa qilish kerak. Burus zakaz bo'lsa ham 2 kunda tayyor, 1 kun 2 kun tayyor qilib beramiz. Buruslarda ham burus zakaz ko'p tushyapti. Yana bitta narsa aytib o'taman, Kitayski mana shu narsa 200 dollardan hammamiz olib yurganmiz. Men o'zim ustolovkada yurgan paytlarim remontda yurgan olib kelib berishardi 200 dollarga. Olardim, qo'yib berardim. U birinchidan og'ir. Uni valdi yevoradi, valdi. Ikkinchidan u narsa nevigiddan tagi tekismonga tegib turadi. Bu ham yengil ishlangan, ham duxta bor. Mana teshigini ko'ring. Belida teshigi, tagida emas. Musor to'lib qolmaydi. Tagida 5-10 joy bor. Ishlatishga qulay. O'zim zavodimga shunaqa qilib qo'yib qutulganman. Bu ona to'lib qolaverib, sim kirmay qo'yib, g'isht tagini oxirigacha kesmay qo'ygan. U degani 200 dollar Xitoydagidan ko'ra mana 300 dollar olib ishlasa bo'lar, lekin 200 dollar desak uncha qimmat deyshadi. Bu O'zbekiston mahsuloti bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti shu yerda pamoyim. Xitoyga olib borib bir qaytarib olib kelamizmi tushunmadim. Bitta vagonga yuramizda Xitoydan kelyapti deymiz keyin. Xullas bu narsalarni o'shanda Xitoydagi narxiga teng qila olmayapmiz. Xitoydagidan past turibdi, akalar. Keyin mana как положение sidina-pidinalari qo'yilgan, buni tanishtirib o'tamiz. Xitoynikida nakonechnik qo'yilmagan. E'tibor beringlar mana. Xitoynikini yaxshi bilaman, ishlatganmiz. Mana bu yerga shatunlar qo'yiladi. Palaslar yeyilib, 1 yilda palaslar yeyilib ketadi, boshqa bo'ladi. Bu nakonechnik. Shariklik ichidagi ancha-muncha yigilmaydi, latunga olingan bo'ladi. Undan keyin mana o'q ikki tomonga qochmasligi uchun mana valdan bizda juda ham 100 tami 200 taga yetadigan darajada bunaqa valni olib keltirib qo'yganman. Mabodo kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, berib olaveramiz. Mana bu ichida mana ikkita pachimliklar joylashtirilgan. Ikki bakovoyga aytishyaptiki, buni yeyilsa, aqa-baqa o'ynaydi deyapti. Kechirib qo'yasizlar mana. Ikki tomonga biz
qamoqqa oldik buni. Hech qayoqqa bora olmaydi. Zavoddan boshqa joyga keta olmaydi. Endi keyingi masala. Mana bu yerda mana yana bitta nimasi deymiz? Mnogoreska o'ziniki zo'r, Xitoydikida Xitoyim zo'r deydi. Xo'p deyapmiz. Oldini qilib beradi. Oldi ham mana tayyor mana zakazga qilingan. Mana paltara bruslari bilan zakaz qilingan. Bizga qilib tayyorlab qo'ydik. Mana bu apparatga lenta deymiz. Uzunligi 3,5 metr, uzunligi 3,5 metr. Qaranglar, mendan so'raysizlar, apparatga lenta motorini bering deyapsizlar. Bu motor 1,1 kilovat. Agar sizlar uloq lenta qo'ysanglar, iltimos akalar, video shoshmasa ko'rlar. Uloq lenta qo'ysanglar, mening motorim kuyadi. Uloq har uloq tegini bir qiynaydi. Brizgavik qo'ysanglar, brizgavik uloq tegadi, tagiga tegadi, shuning uchun mening motorim ko'tarmaydi. Agar silliq lenta qo'ysanglar, mana bu 1,1 kilovat motorni quvvat yetib ekanlamishli bo'lib, tokdan ekran qilamiz. Tokdan ekran qilamiz. Lenta qimmat ekan, qora lentani qo'yaman, uloq desanglar, qimmatga tushadi sizlarga. Svet qimmatga tushadi. Kattaroq reduktor qo'yish kerak, kattaroq motor qo'yish kerak, puskator kattaroq, avtomat kattaroq bo'lib ketadi. Shuning uchun mana bakoylar qo'yilgan, bu tayyor holatlar narxlari ko'rsatib o'tiladi ekran davomida. Juda ham mana roliklarni e'tibor berasizlar, yaqin oralari yaqin qo'yilgan. Mana o'zim mexanik bo'lganim uchun juda qiynalganim uchun bunaqa yaqin qo'yganman. Loy bu yerga udar bilan tushgani uchun bu sakramaslik keluvchi onasi yaqin qo'yganman. Kopiyachilar biznikini yarim narxiga qiladi, 7 tani o'rniga 4 ta qo'yib qo'yadi, berib yuboradi. Nakopительный stolimiz bo'yicha mashina nakopительный stol, elektrik karalarimiz bo'yicha narx kopiyachilarga biznikida ancha farq bo'lgan oldin, hozir uncha farq yo'q. Lekin o'sha puliga yarasha mahsulot bu, aytib qo'y sizlarga. Mana nirjveka listi qalinligiga e'tibor beramiz, bukilganiga e'tibor beramiz, buni razmerlariga e'tibor beramiz, nakonechniklariga e'tibor beramiz, boltlariga e'tibor beramiz, bunga e'tibor beramiz, turbadan qilib qo'yishyapti ekan buni o'rtoqlar. Mana valga e'tibor beramiz. Bu val kerak, kimdir lenta qildim deyapti. Lekin bu val kerak. Ko'taradi, qo'yadi. Agar zich bilan monga borsa qolib ketadi lentada. Xo'p, keyin bitta val ushlamasa bir tomoni tushib chiqmay qo'yib qiynaydi. Kimdir qilibdi, lentani o'zi val qo'ymabdi. Qisqasi, nakopительный stolimizda juda katta o'zgarish qilganmiz. Tormozli motor mana xudo xolati buni ketib uzilmaydi. Sotuvga ham bor. O'kim bitta akamiz aytdi, boshqa birovdan olgan ekan, ishlamayapti dedi. Shu mashina ishlatib turib, mana shuniki bo'lishi kerak. Ishlatib turgan joyda ishlatib shuni mana shuni komplekt mana. Shuni komplekt monolari bilan, mana quloqlari bilan bu tomondan olasiz, Shohirjon. Mana reduktorlari bilan, motorlari bilan, pachimni korpuslari bilan komplekt shuni chiqardik, kelishdik, berib yubordik pulini. Pulini berib yubordik. Endi qaranglar, mana shu joyda juda ham sifatga egamiz. Oldingilar rossiyskiy qo'yardik, svarka qilardik. Hozir shponkaga o'tirgan, hamma yo'q. Umuman kulaklar baquvvatlashtirilgan, keragicha, oshiqcha emas, oshchasini keragi yo'q. Reduktor normalligi, remen demaysizlar, shkif demaysizlar, mana hamma joyida. Xo'p, endi tepasi ham xuddi shunday markada va elektroshitimizga e'tibor beramiz. Oldingidan ancha qalinlashtirdik, firminniy qildik. Shuni kalitlaymi, quluchkali bo'ladi. Ham qalinlashtirdik, ham ichida zapas, sekundtamer konserviklari bor. Va mana bu aytganimdek ugonlikdan qilinmadi. Oxirgilari mana 8lik list. Bu tekis teshilgan, e'tibor beramidi, qilganda lenta o'ynamaydi mana. Yaqinlashtirib olsangdan bo'ladi mana, qaranglar mana. Boshqa joylarda ko'pchiliklar ko'ryapman, taka haligi nima deydi? Bunday shunaqa bo'lib ketganda, u qishdan kul ishlashtirib bo'ladi. Bularga garantiyasi bor, tekizligiga va baquvvat materiallardan. Ugonlik emas, shiveldir emas. Sababi tuproq turib qolib, kimdir buni olaman deb o'ylanib problemaga kiryapti. Natijno, taji boltkaga olingan akalar, qaranglar. Buni ramal boltkaga olganmiz. Boltkaga. Bu yerga kelgan. Mana borgandan keyin ustunovchilarimiz parkov yasashadi qara turishiga. Parkovga ikkita ugonligi, qalin ugonligi, mana bu profili. Bu profil qayerga qo'yiladi desanglar agar, mana bu yerda borgan joyimizdagilarga ba'zi birovlarga yoqmayapti ekan, svarka qilib ber deyapti, qilib beryapti. Kerak emas, lekin ochiq turish kerak o'zi. Bunday kirib olgani biror narsa tozalagani kerak narsa. Qo'y bersa qo'y berish uchun profil mana yerga qo'yishiga ugonlik o'zimizdan ketyapti. Tak. Nakopительnimiz bo'yicha ma'lumotlar berib o'tdik sizlarga. Mana murojaat uchun telefon raqamlarimiz
Mana pachinni korpusiga e'tibor berasizlar, quloqlik emas. O'zi rezbasi bor pachinni korpusda, mana bu yog'i qalin bo'ladi, bunday bo'ladi, qalin bo'ladi. Valga e'tibor berasizlar. Val tishna center val. Bu nima deydi? Nima Короче, center chiqadigan val, короче. Mana bu ham xuddi shunday mana, qaranglar. Shponkaga o'tirgan val. Bu ham pachinni korpusimiz quloqsiz. Va zashitnilar qo'yilgan mana. Zashitnilar qo'yilgan. Mana bunday qo'lni qo'yib turgan bo'lsa, teskari qarab, qara kelishiga hayda deb shuni kelsa qo'lini bu shaqir bosib ketish narsa emas. Bunda bitta barmoqni qissa, terisi tishlasa ham suviga qoladida, bunday ketish oladi qo'lini. Iloji unaqa harakat bo'lmasin. Va mana bu chiqadiganlarga e'tibor beramiz. Elektra samosuval ekonomishnik qaramiz. Haligi ushdan keyin qahramonlar yangi ixtiro 3 ballonliklari deb reklama qilishyapti. 3 ballonlik chiqarayotganimda o'sha ko'piyachilar ham negativlar rosa yozgan, 3 ballon bo'lmaydi. Mana hozir hamma 3 ballon o'tib ketdi. Bo'lmaydi deb men rosa yengishdi. Xudoga shukr bo'lyapti. To'g'ri, qayerlar sinyapti, qadrdir bir narsa bo'lyapti, zapchasi yetkazib berib, o'sha ustida ishlab, o'shani baquvvatlashtirib boryapmiz. Yengilmayapmiz. Birinchidan boshlaymiz. Mana bu yoqdan. Mana lapatkalar bukilgan, nirjivka list vallarga e'tibor beramiz. Unaqangi yupqa 25 talik emas. Shvellerlarimiz, materiallarimiz hamma joyda, seplarimiz joyida, xudo xolasa. Aytganimdek, mana bu yerga musor turmaydi. Mana musor turib qolmaydi. Mana shu oldingi karalarimizda ugonlik bo'lgan, u payt tajribamiz kam bo'lgani uchun mana hozir musor turmaydi. Kelgani shunday ketadi pastga. Shunday kelgani pastga tushadi. Buning uchun mobil baloq qo'yiladi. Buni kesgandan keyin bu qovun bo'lib qolar ekan, urib, to'g'rilab, linaga olib qo'yapmiz. Oson bo'lmayapti buni qo'yishimiz. Xo'p, undan keyin mana balonga e'tibor beraylik. Timir tros chiqib ketgan listi balonlar qo'yib tashalyapti. Mana palasalari bor, bunaqa nima deydi, tuklari bor, mana tishlari bor, balonlar qo'yilyapti. Endi ola-churada shunga guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek. Tak. Nima deydi? Ancha-muncha orasi shishka balonlar chiqib qolyapti. Endi orada tiqib yuborishyapti-da endi. Balon berayotganlar. Xo'p, endi mana bu tomonda mana g'isht tushiruvchi nima buni ham o'sha hozirdan boshladik. Oldingilar sizlarga qo'ymagan bo'lsa, iltimos o'zingizlar qo'yib olinglar. Mana bu yerda kimdir qo'lini ushlab turgan bo'lsa, tepadan kimdir burib olsa, qo'lni bosib shuni uzib, cho'rt uzib ketadi. Bu hech narsa priznovat qilmaydi, bu vahshiy bu ichidagi narsa. Ajal bu, ajal. Shuning uchun ozgina material ketadi, ozgina nima ketadi? Shu qilaylik, iltimos sizlardan. Endi nima deydi, aytayapman-ku, bizlar asta-asta o'sib boryapmiz. Qilaman desam juda ish ko'p. Har narsa qilishim mumkin. Faqat biz orqada qolib ketyapmiz. Ko'chirmachilar tap qilyapti-da. Tas-tuz qilyapti-da, narx-tuz palabga pastga tushirib qo'yapti. Shuning uchun qiyin ham kelmay qolar ekan keyin. Xullas mana kabinaga e'tibor berasizlar. Rol chikol qilingan, bular yaxshi, hamma joyida. Xudo xolasa ruchnik to'g'rimizni va skorosti buni avtomatimiz akalar, shunaqaki oddiy karalarda avtomat qo'yilmaydi. Zaminkani biz tashamaymiz. Bu tashlaydi zaminkaniga, tashlaydigan avtomat. Boshqaruvchi mana fara, mana faramiz. Bu yerda bizada mabodo haligi 100 tezda ketayotgan bo'lsa, mabodo signal. Endi mana ochib yopuvchi lapatkalarimiz ham hamma joyida. Xudo xolasa mana endi yangi ishlagandan keyin u joyga tushib ketadi. Xudo xolasa. Xo'p, Zadimosga kelsak, uzoqroqdan olasiz. Balonlar xudo xolasa yaxshi. Buni almashtirish juda ham oson. Buni shippa yechiladi, shippa chiqadi bu. Ko'ryapsiz, ba'zilar svarka qilib tashyapti, bu narsalar qilyapti. Juda taglarni usullik qilganmiz, xudo xolasa. Motorni joylashtirganmiz, bessep qilib. Hozir yana boshqacha variantlarini ham ko'ryapmiz. Hali to'xtaganimiz yo'q bu masala bo'yicha. Mana ikkita karamiz tayyor. Aytganimizdek, bizada endi tanishtirib o'tamiz vaqtlari bo'yicha. Zakaz qilinadi kelib, 50% to'lov qilinadi, bir haftada tayyor bo'ladi. Agar tayyor yo'q bo'lsa, kelsanglar tayyor ham bo'lishi mumkin. Shunga kelasiz, shaqasangiz ketasiz. Bir haftagacha narx boshqacha. Bir hafta zakaz qilingandan bir oyda tayyorlab bersak, bir oy oxiri bir oygacha tayyorlab bersak, narx yana tushadi. 2 oyda tayyorlab bersak, narx yana tushadi. Sababi bor uni, pul bizda qo'limizga pul, cho'ntak pul tushgandan keyin zakaz qilamiz. Zapchastlar kelib bizga yetib kelishi, mening mo'ljalim,
orientirlarimga olishimga oson bo'ladi. Nima deydi? Masalan, har doim hamma narsa, masalan men bilet deylik, mana aeroportda bilet olmoqchisiz, birovga uchmoqchisiz. So'raysiz 1 million a yaqinlashganidan keyin narx oshib boraveradi. Shuning uchun aytib qo'yaman sizlarga. Sizlar hozir harakat qilinglar. Fevral, mart, aprel, may 4 oyda narx akalar patolog bo'lib ketadi aytib qo'y. Chunki zich paytda. O'shaning uchun ertaroq harakat qilib 50% to'lovini qilib qo'yinglar. Bemalol o'tiringlar. 50% to'lov qilasizlar. Yuk tayyor bo'lganda 50%ni berasizlar. Uстановка qilib mana kran kelgan hozir. Kran hozir fura keladi. Buni narxi agar tinigacha to'lanmasa aka yuklanmaydi iltimoslardan. Chunki savdo qilgan paytda kesin tushiratib beraman, tushirmasdan beraman dedi. Aka tushirib olay, pul kelyapti. Kran kutib qoldi, fura kutib qoldi, tushirib oladi. Keyin aka o'ynab turaylik, pul kelyapti. Xotinim birovga berib yuboribdi men so'ramasdan. Falon bo'pti, piston bo'pti. Yo'q. Menda shartim shundayki, 50% to'lov qiladi. Qolgan 50%ni yuk tayyor bo'lganda yuklashdan oldin to'lov qilgan. Buni hozir hammasini beryapmiz. Olib ketgandan keyin ustanovchilar boradi, ustanovkasini qiladi, g'ishini chiqaradi. G'ish chiqqanidan keyin topshiradi, tushuntiradi. 500 dollar ustanovka xizmati beriladi. Keyin biror joy buzilsa aloqaga chiqadi, ustanovchi aloqada bo'ladi. Ustanovchi u bilan to o'rgangungacha 3 oy aloqada bo'ladi. 5 kunda o'rnatib ketding-ku, 3 kunda o'rnatib, 1 kunda g'ish chiqarib ketding, 500 dollar ko'plik qiladi deb o'ylamanglar. Aloqada. U bo'lmasa menga chiqarsizlar, keyin zapchast deysizlar, boshqa deysizlar. Aytib qo'y, akkumulyatorga men garantiya bermayman. Lekin o'zimda bor hamma narsasi o'zimdan narxida beraman. O'zimning klientlarimga. Motor kuyib qoldi deylik, lenta uzilib ketdi deylik, bu narsalarni Xitoy narsalariga o'zini narxida beraman, arzon narxda. Lekin svarkasi ketsa, boshqasi ketsa, bu narsa bo'lsa, men garantiya o'zi qilsa to'lov qilaman, kartasiga o'zi qilib oladi. Vali sinib ketsa yo nimadir bo'lsa to'lov qilinadi. Zapchastda muammo yo'q, gaz hamma gilarning muammo yo'q. Shu paytgacha lekin tekinga berib keldim. Lentasini ham, motorini ham ko'p narsasini tekin berib keldik. Endi hozir unaqa narsa uji yo'q. Shuning uchun sizlardan iltimos, qarab ishlatinglar, e'tibor beringlar. Yana bitta narsa, bunda kelasiz Javohir. Mana shu narsani men birinchi yasaganimda 204 qildim. 205 qildim. Sinov o'rdi 206, hozir 207 ga to'xtaganmiz. Endi bu baquvvatda bu sinmayapti. 100 ta bitta bo'lyapti, qandaydir. Keyin buni baquvvatlashtirdik, buni baquvvatlashtirdik. Motorga buni olga kuchli qiladigan bo'lsak, bulardi endi. Motorda yorilib ketadi motorlar. Yorilib. O'shaning uchun agar yetib borganida to'xtatmasa agar buni mana shestrni sinadi aytib qo'yay. Bu arzon turadi, almashtirish oson. Stereoxopga bor bu yerda. Agar mo'lon sinishi mumkin. Bu 100 ta bitta sinadi, 100 ta bitta sinadi, lekin bu atkaz qiladigan oxiri variant shu. Agar shuni yemasalar mashinani ham to'xtatmasdan olib kelib bir ursanglar pachaq bo'ladi, buferi. Zanniga bobo bir ursanglar, hozir bufer chatob, mana shuning uchun g'isht tushirib bo'lay degan paytda sekinlatinglar. Sekin haydaysizlar, 5 santda sekin tushib olgandan keyin ponni gaz olib keladi. Mana shu joyga keldi gaz tashlaysizlar. Sekin tikka tushirasizlar, lekin zanniga bir gaz deysizlar, yarim ay kelgandan keyin gaz tashlaysizlar, u sekin yetib oladi. Boshqarishni o'rganinglar-da, hali u qildi, hali bu qildi. Ba'zi bir klientlardan juda ham xursandman. O'zlari qilib, lapcha so'raydi beraman, zo'r. Ba'zi birlari arzimagan narsa telefon qiladi. Qozog'iston olimjonga o'rnatib kelib, 1 yilda ham bormadim. O'rnatib keldim, bo'ldi. Yana u bu ishimni ikkinchisi, birinchi so'xta qilgan bo'lsam, ikkinchisini Qozog'istonga eksport qilgan bo'lsam, ikkinchisi o'rnatdim, keldim, qaytib mendan hech narsa so'ragani yo'q. O'zlari amallab yana 3 yil ishlatib, ya'ni yangi yupiska zakaz qildi. Buni o'ylamanglar, o'yinli ishlataman deb. 3 yildan keyin yangisi chiqadi, buni olib tashlaysizlar. Olib tashlab shunday. Yana yangicha variantlarimiz hozir ishkada aytamiz, pagruska lent. Endi biz hozir g'ishtni mushtidan chiqardik, kesdik, abatkasini tushirdik, bilan yukladik. Endi buni olib borib g'isht tushirdik. Endi g'ishtni quritgandan keyin sotishimiz kerak. Uning uchun bizda lenta bor. Ketdik. Pagruska lenta boshlaganmiz. Akkumulyatorli qilinsa agar lenta shiroki bo'lsa, akkumulyator tez zaryadkasi tugaydi. Bizning lentamiz endi 15 sm bo'ladi. Qirg'izistonda 100% zavodlarda shunaqa lenta ishlatiladi. Bu lenta Xitoylar qilib bergan. Qirg'izistonda to'g'rirog'i buni usullik qildim men.
variant usulini qilib, mana elektronli qilyapmiz, akkumulyatorli qilyapmiz. Qaranglar, bu 8 metrligi. Mana bunaqasiga mana materiallari yaxshi, baquvvat. Endi bu lentamiz zakazga qilinyapti. Bu yerga akkumulyator joylashtiriladi, balon joylashtiriladi. Balonimizga e'tibor beramiz, xudo xolasa, bugina yana tashlaymiz. Buriladigan bo'ladi. Buni olib mindik tarvozingiz yon boshqa siljiveradi. Mindik tarvoz yon boshqa siljiveradi. Bu yoqqa tortsangiz bo'ladi, aylanuvchi balonlar qilish kerak. Hozir men lenta mancha desam, lenta mancha ekan-ku deydi. Narxi qimmat bo'lgan sababi bo'ladi, qanaqadir sababi bo'ladi. Bekordan bekorga emas. Ikkita balonimiz xuddi karant dum baloniga o'xshab, bu yoqqa ham yon boshqa ham siljiveradi. O'zingizlar o'ylanglar. Bu to'g'ri turgan bo'lsa, naraqa siljish kerak-a? Bu yoqqa tortamiz, to'g'rilab turib, keyin haydaymiz. 5 ish bo'lyapti, bunda 1 ish. Shu itaraslar ketdi nariyoqqa. Keyin mana bu lentamizni ichida g'ish ketadi. Mana apparatimiz bu yerdan qaytadi. Lenta bol ramadan pastga tushmaydi. Umuman tushmaydi, lenta o'lmaydi. Chakma so'zinglarga bo'lsa, mashina shuni orqaga haydab kelaveradi, balonga tegaveradi. Borti disklarimi, pola disklarimi lenta ichida. Umuman nima qilmaydi. Mayda ish bo'lgan bilan narxi yaxshi bo'lgan, qimmat bo'lgani bilan mayda ish, lekin effekt beradi, ham yengil, og'ir emas. U bir. Ikkinchisi, mana bu yerda mana baraban degan narsa bo'ladi, bilasizlar-a? Katta baraban qo'yasizlar. Hayron emaslarga, o'zi yuklaydiganlar bir qator qish bo'lsa. O'zbekistonda mana shu narsani men Samarqandda qildim. Lekin hech qayerda ko'rganim yo'q O'zbekistonda. Bilmadim men, lekin hech qayerda men zavodlarda ko'rganim yo'q, tashadik ham qilishganim ham yo'q. Endi bunda masalan nima deydi? Lenta ingichka bo'ladi, kam rasxod bo'ladi, barabarlar kichkina bo'ladi, kam rasxod bo'ladi, ham yengil bo'ladi, ham ekonomik bo'ladi. Ekonomikaga o'tishimiz kerak. Foydali ekonomika. U bir. Ikkinchisi, endi mana hozir mana bundaqangi Vipiskada yangi reskamiz ishlab chiqaryapmiz. Buni reduktori baquvvat, vallari baquvvat, tashqarida ko'rsatganimizdan ancha usulli variant. Bundan keyin buni qo'shishimiz sabab menga mana bunday oranjiy motorni video qo'yib deb yaqinroqdan ashlaqanga tarmozli motorlarim keladi, shunga mos. Uni kilovati past. Bunga baland kilovatda tarmozli motorim keladi, joyida to'xtatadi, joyida. Shaq-shuq. Mana bunday kalotga qilmayman. Qani, tashqarida qilibmiz kalotkani. Bo'ldi. Endi mana bu biz RV 90 qilyapti, bu RV 110 ham baquvvatlashtirilgan, ham usulli varianti. Aytganimizdek, tarmozli motorni narigilarga qo'sh nevigitda, shuning uchun tikka joylashtirdik. Bo'ladi, res to'xtaydi, joyida to'xtaydigan bo'ladi. Ancha-muncha yana bu yoqlarda ozgina o'zgartirishlar, har qilganda o'zgartirishlar kirib boraveradi. Keyin biz o'zgartirish kiritamiz, keyin sotamiz, uni ko'rganlari yasaguncha yana bizda yangi narsa chiqib turibdi-da. Ilojimiz yo'q endi, nima deydi, rivojlanishimiz kerak. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Xo'p, endi g'ishtni nima deydi? Mushidan chiqardik, aytganimdek boya. Uni kesdik, yukladik, tushirdik. Endi xom g'ishtni yukladik ham, endi pishirish yuklaymiz. Ko'p zavodda 10 ming, 12 ming dollarga kitayskiy kara sotib olasizlar. Vilkali, shaxt qarasida tiqasini ko'tarasini yuklaysizlar, to'g'rimi? Kitayskiy vilka, kara. Bizniki undan ancha arzon chiqadi va foydali va akkumulyatorlik chiqadi. Xudo xolasa rabochiy materialdan qilinyapti. E'tibor beringizlar, har doim men sinovda rabochiy materiallardan foydalanaman. Keyin demak yangida zo'r chiqar ekan deyman. U bir. Ikkinchisi, bu narsamiz oddiy Xitoy karalardagidek, uni ko'taradigan vilkali karalardagidek 4 ta balon bo'lsa, bitta balon endi pasayib qolsa g'ig'i bo'lib qolmaydi. Bizda 3 balon. 3 balon bilasizlar, 3 oyoq, bittasi baland bo'lsa, hech qanaqa 4 balonda bittasi ko'tarilsa, ikkinchisi ko'tarilib qoladi. Shuning uchun mana bu narsamiz xuddi shu karamizdek orqada kabinasi bo'ladi, akalar. Mana bu yerda vilkasi bo'ladi, bemalol ko'taradi, shuni oladi, mashinaga tiqib yuboradi. Bu bitta variant. Ikkinchi xuddi shu kabinamiz kran bo'ladi. U tomondan olib o'tamiz, bemalol yukni oladi, mashinaga yuklab beradi. Remen bilan bo'lishi mumkin, vilka bilan bo'lishi mumkin. Akkumulyatorlik, haqiqiy kran, haqiqiy anaqa kara bo'lib ishlab chiqaramiz, xudo xolasa buni. Va yana bitta buni zo'r jihatiki, mana endi hech qachon men bu materialni xor qilmayman. Bu karada va xizmat qildi, endi hali yana xizmat qiladi. Bu balonlarimiz buriladi, ham o'ngga, ham chapga. Orqa balon ham buriladi. Faraz qilinglar, 3 ta balon, uchalasi ham buriladi.
Uchalasi Vidishi bo'ladi. Vidishi motor 4 ta dvigateldan tashkil topadi bu. Silindr, trostki, vilkaniki kerak bo'lsa, deylik, xullas, короче, usilinli variantda ham balonlari katta bo'ladi. Ham zapchastlar o'zimizda topiladigan darajada bo'ladi. Keyin bu narsada yana bunda ko'p haligi ishxonalarda, stroykalarda buni ishlatsak bo'ladi va xudo xolasa nima ishlab chiqarmoqchimiz? U narsa Xitoylarda bor. Akkumulyatorlar joylashtirilgan, oyoqlari chiqadi, 2-3 etajgacha ko'tariluvchi akkumulyatorlik lesalar. G'ishtni teradi, tap loylarini qo'yib oladi kerak bo'lsa, shu g'iz deb bitta knopka bossa g'iz deb chiqadi, g'ishtni urib tom qilib yana tushaveradi. Shunaqa narsa ishlab chiqarmoqchimiz, arabalar ishlab chiqarmoqchimiz. Boringki, planlar juda ham ko'p. Xudo xolasa g'izdo temasdan qutulay tezroq. G'izdo temasdan chiqib olsam bu yoqda ish ko'p. G'izdo temasi juda ham qiyin bo'lib kelyapti. Noqulayliklar uchun uzr, iltimos bizdagi nima deydi, ixtirochilarni bir nima deysizlar, mualliflarni ehtiyot qilinglar iltimos, miyalamanglar telefonda, vaqt kech qolib ketdi, tudavoy, sudavoy. Shuning uchun shu narsalarga asos solyapmiz, boshqa qilyapmiz. Mana Amir Temur bobomizdek odam qaytib kelmagan, akalar. Bash texda 40 ta odamim bo'lsa, charchab ketaman. Miyamda narsani 100 marta aytib ham bir marta qildira olmayotgan odamlarim bor. Shuning uchun har birimiz qadrimizga yetaylik. Meni maqsadim mana shunday emas. Meni maqsadim foyda keltirish, hammaga foyda keltirish, ishchilarga foyda keltirish, g'izdovchilarga foyda keltirish, boringki shu musulmonlarga foyda keltirish. Faqat birovlarning foydasini, faqat o'zimniki emas, hammani o'ylagan holda qattiq harakat qilyapman. Men bitta qara yasasam ham qonim to'yadi. Shu bo'ldi, mashinam bor, uyim, joyim, bolam, chaqam hamma yo'g'im bor, g'izdovotim bor, qonim to'yaveradi. To'xtamayapman lekin. Faqat intilyapman. Harakat. Shuning uchun bir-birimizga iltimos, qadrimizga yetaylik. Negativlar, iltimos. Qo'lingizdan kelmadimi? Bunday qilib o'tiringlar. Yaxshilar, sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bir nima aytish esdan chiqibdi. Xudo xolasa bugun payshanba. Juma kunga dam e'lon qilganman. Akalar, iltimos iloji boricha bezovta qilmasliklaringizni so'raymiz. Noqulayliklar uchun uzr. Chunki juda ham miyani charchatuvchi biznesda bu. Endi hamma biznesda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin bilmadim bu ishda ham rahbarman, ham shu narsani loyiha chiqaruvchi, ishchilarni ishlatuvchi, oylik tarqatuvchi, klientlar bilan gaplashuvchi, hammasi shu o'zimiz boshimizga tushib qolgani uchun bolalarga aytyapman, olinglar mendan shu ishlarni, boshqaringlar, kelinglar. Mana shu xonaga kirish, shu kresloga o'tirishga kerak bo'lsa, haftalab vaqtim bo'lmaydi. Sexdan kelaman, shuni sexdan qaytaman, sexdan kelaman, sexdan qaytaman. Hamma ishlar sharoitlarni zo'r qilib berganman. Chunki o'zim svarshik bo'lib, katta bo'lib shu kunga kelganim uchun juda ham ishchilarni yaxshi hurmat qilaman, qattiq ushlayman. Shuning uchun juma kuni iloji boricha bizlarni bezovta qilmanglar. Hamda hayit kunlari, arafa kunlari, keyin yana bitta narsa bizada nima deydi? Juda ham zaruriyat bo'lib qolsa, agar Telegram orqali mana sotgan apparatimizni ishga ko'rsatgan bo'lsa, yo boshqa bo'lsa, shunaqa parazit bo'lib qolsa, Telegram orqali video murojaat qilinglar. Mana buzilib qoldi, telefon qilib desa, men tushunmayman. Shuning uchun qiyin bo'ladi. Qanaqa holatda buzilganligini bilmayman. O'shaning uchun video rolik qilib tashlasanglar, men tushuntirishim oson bo'ladi. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.